full frame va crop. O'rtoqlar, bugun biz sizlar bilan kameradagi full frame va crop o'zi nima, uni farqlari haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib tushunib olishimiz kerak. Kamera asosiy vazifasini bajarib beradigan narsa bu matritsa. Matritsalar ikki turga bo'linadi: full frame va crop. Full frame matritsalar 36 ga 24. Crop matritsalar esa 24 ga 16 hajmda bo'ladi. Full frame matritsalar yorug'likni ko'proq o'tkazgani sababli nisbatan yorqinroq tasvirlar olishga yordam beradi. Crop matritsa kichikligi hisobiga yorug'likni kamroq o'tkazadi va ko'proq shovqinlar bilan tasvirga oladi. Full frame matritsaning yana bir qulayligi obyektivni to'liq shaklda ishlatish. Masalan, 16 ga 35 obyektivni siz to'liq fokal bilan ishlata olasiz. Crop matritsa kichikligi hisobiga hattoki 1,5% gacha obyektivingizni hajmini o'zgartirib yuborishi mumkin. Narx va qulayliklarga keladigan bo'lsak, full frame matritsali kameralar nisbatan og'irroq va narxi ham qimmatroq bo'ladi. Crop kameralar bo'lsa nisbatan kichikroq, ixchamroq va narxi ham nisbatan arzonroq bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa kameralar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konda Sony FX3 va FX30 kameralari chegirma asosida sotilyapti. Kamerangizni yangilab, ijodingizni yangi bosqichga olib chiqishingiz mumkin. Narx va qo'shimcha ma'lumotlar uchun albatta Fotobayga murojaat qilinglar.